Bugun bo'g'im og'rig'i haqidagi savollarga javob beramiz. Boshladik. Menda osteoartroz bor. Bunga nima maslahat berasiz? Osteoartroz bu bo'g'im tog'aylarini va atrofdagi to'qimalarni asta-sekin yemirilishi bilan kechadigan surunkali kasallik. Sizga yordam berishi mumkin bo'lgan ma'lum maslahatlar quyidagilardan iborat bo'ladi. Vazn nazorat qilish kerak bo'ladi. Ortiqcha vazn tizzalarga bosimni oshiradi. Hatto 5 yoki 7 kilogramm kamaytirish ham og'riqni ancha yengillashtirishga yordam beradi. Keyingisi faoliyatingizni moslashtirish. Uzoq tik turish yoki ko'p zinapoyadan chiqishdan saqlanishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi yengil mashqlar bajarishingiz kerak. Masalan, suzish, velosiped haydash, tez yurish bo'g'imni va uni atrofidagi mushaklarni mustahkamlaydi. Lekin sakrash, yugurish yoki og'ir yuklardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Keyingisi uy sharoitida qanday yordam berish mumkin? Issiqlik, iliq kompresslar yoki iliq dush mushaklarni bo'shashtiradi va bo'g'imdagi bosimni kamaytirishga yordam beradi. Keyingisi sovuq kompresslar. Og'riq kuchayganda qisqa muddatda sovuq kompresslardan foydalanish mumkin bo'ladi. Keyingisi ortopedik vositalardan foydalanish. Maxsus tizza uchun ajratilgan bandajlarni qo'llashingiz mumkin. Qulay oyoq kiyim ham bo'g'imlarga tushadigan yuklamani kamaytirishga yordam beradi. Davolash qanaqa bo'ladi? Davolash dori vositalaridan foydalanish bilan bo'ladi. Masalan, yallig'lanishga qarshi dori vositalaridan. Bularni turkumiga ibuprofen, naproxen va shu guruhga kiruvchi dori vositalaridan qisqa muddatda og'riqni yengillashtirishga va yallig'lanishni pasaytirishga foydalanish mumkin. Lekin ularni doimiy ichish yoki och qoringa ichish yoki katta dozada shifokor nazoratsiz qabul qilish xavfli bo'lishi mumkin. Ularda ma'lum oshqozon, ichak va buyraklarga nojo'ya ta'sirlari mavjud. Xondroprotektorlardan foydalanish. Bularga glyukozamin va xondroitinni kirgizishimiz mumkin. Bular ham ma'lum guruhdagi bemorlarga yordam berishi mumkin. Keyingisi fizioterapiya va massajlar mushaklarni bo'shashtirishga va bo'g'imlarni mustahkamlashga yordam beradi. Agar sizda og'ir bosqichlar bo'ladigan bo'lsa, ukol yoki jarrohlik amaliyoti talab qilinishi mumkin. Jarrohlikka bizda endoprotezlash amaliyotini kirgizishimiz mumkin bo'ladi. Demak, sizdagi kasallikda kimga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi? Travmatolog, ortoped yoki revmatologga murojaat qiling. Bu doktorlar sizga rentgen, MRT asosida tashxis qo'yishadi va tizzani jarohatlanganlik darajasiga va unga hissa qo'shayotgan omillarga qarab turib, davolash rejasini tanlashga yordam berishadi. Eslatma, osteoartrozni to'liq yo'q qilib bo'lmasa ham, to'g'ri parvarish va davolash orqali og'riqni kamaytirish, hayot sifatini yaxshilash mumkin bo'ladi. Keyingi savol. Ikki tizzam uzluksiz og'riydi. Bu nima bo'lishi mumkin? Ikkala tizzangizda uzluksiz og'riq bo'lishi bu bir nechta sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan sabablar quyidagilar. Osteoartroz, tizza bo'g'imi artrozi. Bu eng ko'p uchraydigan sabablarda, ayniqsa yosh kattalashgan sari bu kasallikning xavfi ortib boradi. Bunda tog'a yemirilib, bo'g'im yuzalari ishqalanish paydo bo'ladi va buning natijasida og'riq paydo bo'ladi. Ikkinchisi revmatoid artrit yoki boshqa yallig'lanish artritlari. Odatda ikkala tizzada birdaniga ertalab qotish, shish bilan namoyon bo'ladi va yurganingiz sari bu qochish sekin yozilib ketadi. Keyingisi podagra yoki metabolik artritlar. Bunda kristallar bo'g'im yuzasiga yig'ilib, tizzada qattiq og'riq va shishni chaqirishi mumkin. Keyingisi ortiqcha vazn va yuklamalar. Ortiqcha vazn tizzalarga bosimni kuchaytiradi. Natijada doimiy og'riq paydo qilishi mumkin. Keyingisi jarohatlar, menisk yoki tizza bog'lamlarini jarohatlanishi. Avvalda o'tkazilgan travmalaringiz natijasida bu asoratlar qoldirishi va sizdagi ikkala tizzadagi og'riqqa sabab bo'lishi mumkin. Demak, qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Og'riq doimiy bo'lsa va dam olganda ham o'tib ketmasa. Tizzada shish, qizarish yoki mahalliy harorat bo'lsa. Keyingisi harakat hajmi kamayib, tizzani bukish yoki yozish qiyinlashib borsa. Undan tashqari og'riq nafaqat kunduz kuni, balki tunda ham bezovta qilsa. Eslatma, sizga travmatolog, ortoped yoki revmatologga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Bu doktorlar sizga tizzangizdagi og'riqni sababini aniqlagandan keyin sizga davolash rejasi haqida va kelgusida qanday harakatlarni amalga oshirish kerakligini aytib berishadi. Keyingi savolimiz: meni tizzam zirillab og'riydi. Kimga murojaat qilsam bo'ladi? Tizzada zirillab og'riq bo'lishi ko'pincha bo'g'im tog'aylarining yemirilishi, osteoartroz, ba'zan esa yallig'lanish kasalliklari yoki menisk bog'lamlarning shikastlanishi bo'lishi mumkin. Qaysi shifokorga murojaat qilish kerak? Demak, agar artroz, jarohat yoki
bo'g'imni mexanik muammosi bo'lsa, asosiy mutaxassis travmatolog ortoped bo'ladi. Tizza bo'g'imi, suyak va tog'ay muammolarini ko'radi. Keyingisi revmatolog. Agar og'riq ikkala tizzada ham bo'lsa, ertalab qotish, shishish, umumiy yallig'lanish belgilari bilan kuzatilsa, bu mutaxassis sizga yordam beradi. Siz boshlang'ich davrda oilaviy shifokoringizga yoki terapevtga borishingiz mumkin. Bu mutaxassislar birlamchi davrda sizni ko'rib, muammolaringizni baholagandan keyin kerakli mutaxassisga yo'naltirishlari mumkin. Vaqtinchalik nima qilib turish mumkin? Birinchisi, tizzani ortiqcha zo'riqtirmaslik. Ikkinchisi, qisqa muddatli og'riq qoldiruvchi yoki yallig'lanishga qarshi vositalardan qo'llab turish mumkin, albatta shifokor tavsiyasi bilan. Ortopedik bandajlardan foydalanish mumkin. Bu tizza uchun va qulay oyoq kiyim ham yordam beradi. Bo'g'im og'riqlari haqida batafsil bilib olish uchun ekrandagi videoni tomosha qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.